Assalomu alaykum dehqon akalar, fermer akalar. Mana oldingi safar bu nasosdan obzor qildik, endi mana bunisiga keldik. Bu ham shu 220 voltda ishlaydigan. Maksimum podachasi 44 metr chiqadi buni. Tik balandlikka 44 metrgacha ko'tara oladi. Chiqish rezbasi 51 millimetrlik bo'ladi. Xo'p, minutiga 383 litr suv haydaydi. Bundan oldingisi 350 litr edi. 2 kilovat. 220 voltda ishlaydi. Bu ham 3 ta kirchatkali. Hamma kirchatkalari bor. Bizning o'zimizning zapchasi bo'lib, hamma korpuslari, boshqa zapchaslari ham bor. Unisida muammo yo'q. Yaqinda shu reklama qilganimizda, bularni reklama qilganimizda klientimiz kelib olib ketdilar. Videolarini tashib berdi, ishlatishdi. 30 metr chuqurlikdagi quduqqa tashlashgan ekan, juda ham zo'r suv chiqaryapti deb video tashib berishdi. Videoni qo'yaman, ko'ringlar. Juda ham zo'r ishlagan. Assalomu alaykum. Ertaga mana motorni tushirdik, mana suv napor. Yaxshi o'tyapti, katta motordan ancha ko'p ekan bu. Videoda ko'rdinglar, xuddi shu nasos edi. Shimja brendiniki. Bu kafolatlari bor. Rasmiy dilerdan kafolat beramiz. Kimga kerak bo'lsa 97 760 30 raqamlarga aloqa qilsa, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Shimja brendidagi barcha turdagi nasoslarimiz bor. Yana qolgan nasoslarni ham keyingi videolarda obzor qilamiz.